Sirli tarzda vafot etgan Yoqub Ahmedov. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Milliy akademik drama teatrining ustoz san'atkori, O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshda hayotdan ko'z yumdi. O'zbek Milliy akademik drama teatri ustoz san'atkori, O'zbekiston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori, fidokorona xizmatlari uchun orden sohibi, teatr, kino va dublyaj aktyori Yoqub Ahmedov 87 yoshda vafot etdi. Bu haqda O'zbek Milliy akademik drama teatri xabar berdi. Yoqub Ahmedov 1938-yil 3-yanvar kuni Namangan shahrida tug'ilgan. Bolalik davridan sahnaga mehr qo'yib, Namangan viloyat musiqali drama va komediya teatridagi spektakllarda qatnashgan. 1959-yili Ostronovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik san'at instituti, hozirgi O'zbekiston davlat san'ati va madaniyati institutini tamomlagan. 1958-yildan Toshkentdagi Hamza nomidagi O'zbekiston akademik drama teatri, 2001-yildan O'zbekiston Milliy akademik drama teatri aktyori bo'lib ishlagan. Sahnada 50 ga yaqin qirrali obraz yaratgan, 1990-yillar oxiri 2013-yilgacha teatr direktori sifatida faoliyat yuritgan. 2015-yilda teatr qoshida aktyorlik mahorati maktabi studiyasini tashkil etgan. Kinoda 1958-yilda suratga tushgan yuzlab kino loyihalarida ishtirok etgan. 400 dan ortiq film dublyaj jarayonida qatnashgan. Filmografiyasida Maftuningman 1958-yili, Shum bola esa 1977-yili, Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashtlari 1980-yili, Yulduzli tunlardagi obrazlar va boshqalar bilan mashhur bo'lgan Yoqub Ahmedov bugungi kunda yo'q. Yoqub Ahmedovning joylari jannatdan bo'lsin degan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.